Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiya da size Hacı Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü sözleydiğin leksiyelerimizin mezmunu asası cihetten ben sizlerle tanıştırıp gelivatkan Govinguy isimli bir Hanzu Efendi'nin yakından bir faaliyetleri ve Uygur'a münasebetlik faaliyetleri. Ben şu tağda toxtulup sizlerle tanıştırımız. Ahırda bir iki söz analiz qilishimiz mümkün. Hürmetli vatandaşım, hazır Amerika'da Cungo Milli Burjuvaziyasının vekili dedik ötkende. Meyli şundaq bolsun yoki Hanzularning milli qahramoni dedik. Govinguy isimli bir kishi hozir chunqur material pash qilyapti. Şu qatarda Uygurlar to'g'risi to'xtalgan münasebetlik meselelerni bugun sizlarga yetkazamiz vatandaşlarım. Mavzu mundaq. Govinguy yangi material pash qildi. Shanxayda zo'r ish chiqdi, ya'ni zo'r voqea yuz berdi. Şinjan xalqi zulm istam dastida cho'shqi bilan ishdan kunidimi betar yashayotdi. Men Şinjan xalqining qo'zg'olib, hokimiyatga qarshi turishini qo'llayman. Mavzuliq to'r filmi 10-oyning 4-kuni YouTube'da e'lon qilindi. Govinguy nutqida mundaq dedi. Men vatandaşlarga yetkazgan bu leksiya to'r betida Govinguy film ichida so'zlayotgandi, shuning asosan yozdim. Bazı cümleler düşüp kalgan buluşu mümkün, cümleler ravan, mükemmel bulması mümkün. Vatandaşların astaylı muamele kılışını hürmet kılmayın. Hoşicen, Cungo'da neşir kılındığın yer şahar vakt gezisinin baş tahriri. Bu lük çekme bulalmaydı. Hukuk, körenligi, kilip çıkış, hakavurluğu ve körenligi. Aldaş, aldamçılık. Şinjan'da köp iş yüz berivatıdır. Yani müstemlik Uyguristan'da köp iş yüz berivatıdır. Şinjan halkı biçarıdır. Şizan yani Tibet halkı bek biçarıdır. Şinjan'da ölgen kişiler intayın köp. Orek kömüldü. Orek kömüldü. Namsız ölgeller. Nedim bileleysen. Şinjan bir dozaktır. 24 saat içinde Şinjan bir devzaktır. 365 gün içinde Şinjan bir devzaktır. Şinjan'da su, yani içilen su, işiltilen su, kan rayını yetkeldi. Yani kan rayını yetkildi. Şinjan halkı dehqonchilik qilib yer terish kasbini o'zgartirishga majbur bo'ldi. Xo'shajan yer shari gazeti bu ishlarni hargiz xabar qilmaydi. Yuqorida Govinguyning Şinjan to'g'risidagi so'zlarini anlatdim. Chidab turib ko'rib tugatdi. Jungo memleket ichida portlash xarakterlik namoyish yuz berdi. Govinguyning ta'siri ostida davlat ichida namoyishchilar kompartiyani taxtdan cho'shtab shor tovladi. Jungo davlat ichida namoyish harakati boshlandi. Mavzuliq to'r filmi 10-oyning 3-kuni YouTube'da e'lon qilindi. Namoyishchilar va ularning tovlagan shuarli ko'rsatildi. Govinguy yani bir mavzu Amerika'da tunji meydan nutq so'zladi. Davlat o'g'rilari 19. qurultayni go'rega almoqchi bo'lyapti. Mavzuli xabar 10-oyning 5-kuni Fransiya xalqaro radio stansiyasining Xitoy til programmasida e'lon qilinib, shu kuni Vanvetor betiga ko'chirib berildi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Davlat Saqchi Ministerligining ministri Go'shinkun haftaning 3-kuni Amerikada Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya ministri Seyshin bilan suhbat
ötkazdi. Şu günün ertesi Cungo'nun sergerden bayvetçisi Govingoy Washington'da, yani 5. günü Washington'da Devletlik Axbarat Kilobu'da muhbirlarını kütübeliş yığını ötkazdi. Yoki axbarat ilan qildi. Govingoy mundaq ko'rsatdi. Beijing Amerikaga singib kirishni va tahdidni kuchaytdi. Govingoyga va uning oilasiga qaratgan tahdidni kuchaytdi. Govingoy yig'inda Jungo Davlat Mahkamasining va Jungo Bexatarlik Ministerligi ishxonasining birlashib tushirgan buyrug'i Amerikaga maxfiy soqchi va maxfiy davlat bexatarligi soqchilari avatish to'g'risidagi hujjatni tarqatdi. Hujjatning mazmuni Govingoyga, Lin Wenqingga va Chin Moyang degan yana bir kishiga qaratilgan mazmunlarni o'z ichiga oladi. Bu hujjatning mavzusi mundaq: Jungo Davlat Mahkamasi ishxonasi Markaziy Davlat Bexatarligi Komiteti ishxonasining 2017-yil Amerikaga maxfiy soqchilar va maxfiy davlat bexatarligi soqchilaridan 27 nafar kishini avatib, maxfiy xizmatni yo'lga qo'yishga salgan tasdiqi. Hujjatda Amerikada Jungoga qarshi dushman kuchlarga qatoriga singib kirib, cho'nqur singib kirib, 27 nafar soqchi Amerikaga borgandan keyin Jungo bankisi, New York tarmoq bankisida Jungoning Amerikadagi shirkat xizmatchilari salohiyati bilan axborot uchur to'plash, axborot uchur to'plash bilan shug'ullanib, jasuslik qarshi harakat bilan shug'ullanish, o'zi jasus, yana jasuslik qarshi harakat bilan shug'ullanish talab qilindi. Balki asosliq nutqida zo'r gumonli kishilar, masalan, asosliq nuqtada kechiringlar, zo'r gumonli kishilar, Lin Wenqing, Govingoy, Chin Moyang qatorli kishilarga qaratilgan maxsus xizmatni qanot yoydirish talab qilindi. Govingoy yana mundaq ko'rsatdi. Beijing, yani uningdan keyin New York tarmoq banka va Washingtonda bosh elchixonada ishlash uchun yani 50 nafar kishi avatdi. Muxbir bu hujjatga qanday erishding deb savol qo'yganda Govingoy mundaq javob berdi. Jungoda yuqori qatlandiki, ichki yo'llar orqali bu hujjatga erishdim.